ko'rinishi derski, lekin ekonomichniy bo'lsin degan akalarimiz uchun BMW i4 M50 sotuvga keldi. Narx qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring. 2023-yil 540 ot kuchiga ega, atiga 24 000 kilometr masofa bosib o'tgan. BMW lazer faralarda 19-razmerli diska Goodyear ballonlarda ballonlarning holati yangidek bo'lib turibdi. 360 gradusli kamera, slipoy zona, bezramishli oynalarda tonirovkalargacha qilib qo'yilgan tayyor mashina. Qora va jigarrang kombinatsiya qilingan salon, o'rindiqlar sportivniy qilib ishlangan, kojalan kursiyalar bo'ladi, matvi bo'lib turibdi, luki ham bor. Mashina salonini ko'rsanglar bo'ladi. Karbon elementlari ishlatilgan, sport, komfort, eco rejimlari bor. 2 zonali klimat kontrol, head-up display, multi-roll, rulda ham isitish funksiyasi bor. Akustikasi Harman Kardon. Orqa o'rindiqlarni ko'rsanglar bo'ladi. Orqada ham klimat kontrollarigacha bor ekan. O'rindiqlari ham yomon bo'lib ketmagan, yaxshi holatda turibdi. Mashinaning orqadan ko'rinishi, bagaji elektroprivodda ochiladi, yopiladi. Bagajini ko'rsanglar bo'ladi. Bagajida ham joy yetarlicha. BMW ni bunaqa kam probegligini olishga ikkilanmasangiz ham bo'ladi. Tim bo'li bunaqa rangi har doim ham sotuvga kelmaydi. Narxi keladigan bo'lsa 53 000 dollarga o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Pastda egalar nomerini qoldirdik. Telefon qilsangiz yana ozgina o't beradigan joyi bor.